بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الجزء الثاني. أردت الدرس إشكنج قسم. الدرس السابع والعشرون. 27 درس. عن سبقداشlar bugungi darsimizdagi asosliq bizni talab qilinayotgan o'rganishga tegishli grammatika mu'tallul ayn deydi. Fa'aladagi aynning udrisi kesalari kelib qolgan. Ya'ni biz buni ajvab deb o'rgangan-ku. Ajvab fe'illarininki turlanish ahvoli. Endi bizni talab qilayotgani ajvab fe'illarninki ma'lum mudori'ning turlanishi, masalan, 10 ta shakl turlab chiqqan-ku biz shunday-ku. Ondan keyin buyruq fe'lining chiqarilishi, ondan keyin buyruq fe'l, jahat qatorliq fe'llarda ikki sokin ushurishib qolg'achqa bir harf tashlanadi shu yerda. Kesalar timrischi shu ahvollarni o'rganinglarda bizga shu talab qo'yibdi. Endi biz shuning uchun avval 3 ta misolni yozib olaylik. Fa'ala yaf'ilu babidan ba'a yabi'una. Fa'ala yaf'ulu babidan qala yaquluna. Fa'ala yaf'alu babidan khafa yakhafuna. Shuni misol qilib turib, degan grammatikani tafsili tushunib olsak, darsning mashqlarimiz bizga nisbatan osonlashib ketadi. Anda o'sha har birininki mazi mudori'ini o'tgan zaman va kelgusi zamanda biz turlab chiqib boqaylik. Ba'an turlab boqaylik. Ba'a ba'a ba'u, ba'at ba'ata bi'na. Bi'ata bi'tuma bi'tum, bi'ti bi'tuma bi'tunna, bi'tu bi'na. Endi shundaki ba'a aslisi baya'a bo'lish kerak. Shuning uchun biz fa'ala o'rgangan fe'llarni. Endi baya'adagi buni deyli desak, buni ishlatish to'g'ri kelib qolsa, baya'adagi ya kesalar bo'g'achqa harakat eg'ir kelgandan keyin harakatni tashlatish to'g'ri keladi. Vaqtni bo'ldi bay'a bo'ladi. Har qanday kesalari sakin bo'lib qolsa, oldidagi harakatga qarab o'zirib ketish kerak. Masalan, oldi pash bo'lsa, ya vo'g'a, oldi zarb qolsa nega alifqa. Oldi qarab baqsaq zafar ekan-ku, alif o'zgartirib nima bo'ldi? Ba'a bo'ldi. Mush bo'yicha. Qolganlarini shu bo'yicha asliga qaytib baqsang darhol tushunasiz. Masalan, ba'a ba'a ba'u degi ba'u asli bay'u shundami? Shu bo'yicha chiqarib baqinglar. Lekin ba'at ba'ata bi'na. Bi'naga kelsak, bu fa'alna shaklda bay'ana kelish kerak. Bay'atdan qarang, ya harakat eg'ir keldi to'shatdiq. Nima bo'ldi? Bay'anadagi ya harakat to'shatgandan keyin ya musakin, ayn musakin bo'lib qoldimi? Ikki sakinning arab qolsa qamshamdi, bo'lmaydi. Shunga yan tashladik nima bo'ldi? Ba'na. Ba'na bo'lib qoldi-ku. Yoddan bir tushib ketdi-ku. Ya deganning tabiati nima? Zir. Tushib ketgan ya'ni ifodasida oldidagi ba'ning zivar harakatini nima o'zgartirdi? Sirg'anim bo'ldi, bi'na bo'ldi. Shu asosda bi'ta bi'tuma bi'tum bi'ti bi'tuma bi'tuna deb turiladi. Qolganlarini bi'ta bi'tunimi shu bo'yicha turlab baqsanglar tushunishlik bo'ldi. Ikkinchisi yabi'u. Bu baqilamasa yabi'uni o'ylab baqsaq yaf'ilu o'xshamaydi. Aslisi nima deyish kerak? Yab'i'u. Ya harakat ekan olg'i bagalan apaduk tugidi. Shundami? Yabi'u yabi'an yabi'una tabi'u tabi'ani yabi'na tabi'u tabi'ana tabi'una tabi'ina tabi'ana tabi'na abi'u nabi'u. Ondan keyin bunun boshqa shakllarni chiqib o'taylik. Mastari bay'un chiqadi. Mastar turlanmaydi-ku. Ism fa'il mushu xildagi ajvab fe'illarning ism fa'ilini biz sarfda nimda bo'lgan to'q. Mayli bo'lsin, mayli alif bo'lsin, mayli nim bo'lsin, ya bo'lsin, hamziga o'zgaraydi ism fa'illar shundami? Ba'a siz bay'adik ya ism fa'il kelgan vaqt hamziga o'zgarib nima bo'ldi? Ba'iun. Qaliningcho qailun, xafiningcho xaifun. Hergiz bayi'un, qawilun deb demaymiz uni. Ba'i'un deb nimaga o'zgaraydi? Hamziga o'zgaraydi. Turlab baqaylik, o'zbek chiqqandan keyin ba'i'un, ba'i'an, ba'i'una, ba'i'atun, ba'i'atan, ba'i'atun. Bu chiqqan turliq asliga qaytirish ahvollari ko'rilmaydi bu yerda. Ism maf'ul mabi'un. Asli o'lcham bo'yicha nima chiqish kerak? Mabyu'un. Maf'ulun shaklida. Chunki biz o'rganganda nima? Maf'ulun. Mabyu'un degan vaqtimizda yağib harakat eg'ir keldi shundami? Oldi qanday qildik? Apadik baga. Mabu
deb ya bilan vo har ikkilisi sakin bo'lib qoldi. Qon tashlaymiz, vo'ni tashlaymizmi? Yo'q. Chunki vo degan maf'ulundagi maf'ullikning alomati uni tashlab olmaydi. Andoqandan keyin qaysini tashlaymiz? Ya'ni. Nima bo'ldi? Mabu'un bo'ldi. Mabu'un bo'lmabdi desa, yan bir tushib ketgan emasmi? Ashu yani tushib ketganligini ifodalanishda ba'ning pash harakati nimaga o'zgardi? Zirg'a. Nima bo'ldi? Mabi'un bo'ldi. Endi oldi zirg'andagi zirning tabiati nimani tozidi? Ya'ni keyingi von nima o'zgardi? Ya'ni mabi'un bo'ldi. Mush buncha qolgan turlar baqsanglar bo'ladi. Mabi'un, mabi'ani, mabi'una, mabi'atun, mabi'atani, mabi'atun deganga o'xshash. Fe'l jihati keldik. Muhim, ha? Fe'l jihat muhim. Lam yabi. Lam yabi. Aslisi nima chiqish kerak? Lam yaf'il shaklda lam yabi chiqish kerak. Lam yabi chiqsa ya harakat egri keldi, oldiga avatdik. Nima bo'ldi? Yabi'. Ya musakin, ayn musakin bo'ldi shundami? Har ikkisi sakin bo'ldi-ku. Yan tashlab o'tdik. Nima uchun lekin deyish hojasiz bayatni deb bo'ldi-ku. Lam yabi oldi. Lam yabi, lam yabi'a, lam yabi'u, lam tabi', lam tabi'a, lam yabi'na. Lam tabi', lam tabi'a, lam tabi'u, lam tabi'i, lam tabi'a, lam tabi'na. Lam abi, lam nabi. Ana la yabi'u, yabi'u bilan hamma jihatda o'xshash, faqat oldida bir dona lasiz birisi ortiq, shundami? Bi. Endi buyruq bil biz fil mudori'ninki ikkinchi shaxs arlik birlikni chiqarildi degan shundami? Uni o'rganib qo'ygan. Endi bu yerda asliga qaytarib boqaylik. Bi if'il shaklda ibyi chiqish kerak, shundaqmi? Yaning zirarlikning oldidagi bagapadikmi? Nima bo'ldi? Ibi. Ya bilan ayn har ikkalasi sakin-ku. Yan tashlatdik, ibi oldi. Endi birinchi harf, ya'ni harfimiz yozayotgandan keyingi birinchi harf, ya'ni ba harakatli bo'lib qolsa, hamza akamsak bo'ldi-ku, tashlatdik nima bo'ldi? Bi. Bi, bi'a, bi'u, bi'i, bi'a, ibyina. Bi'na emasa ibyina chiqadi ko'plikka. Bi', bi'a, bi'u, bi'i, bi'a, bi'na. Liyabi. Bunun turuluş ahvali bi bilan o'xshash, lam yabi bilan o'xshash. Liyabi, liyabi'a, liyabi'u, litabi, litabi'a, liyabi'na. Litabi nima? Liabi, linabi. Shunaqo? La tabi, bu o'xshash. La tabi, la tabi'a, la tabi'u, la tabi'i, la tabi'a, la tabi'na. La yabi, la yabi'a, la yabi'u, la tabi, la tabi'a, la yabi'na. La abi, la nabi. Mush bo'yicha tushunsak, ba'ning ahvoli oyoqlashgan bo'ladi. Biz qolgan ikki hamroyni mush bo'yicha darasak bo'ladi asli o'zimizcha. Ammo shunday olsin bir qor qisqagina deb bitib ketaylik. Agar mush bo'yicha tushunib kelsak, bugungi darasdagi umumiy talab tugaydi bizdan. Ikkinchisi qala yaqulu shundami? Qalidan kelaylik. Qala, qala, qalu, qalat, qalata, qulna. Qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultunna, qultu, qulna. Endi qalining o'ziga kelsak, asli fa'ala shaklda nima chiqish kerak? Qavala chiqish kerak, shundami? Bayatdan bilan o'xshash. Qavaladagi o harakat egri keldi, to'shati qavala oldimi? Va sakin bo'lgan kishilarning oldi zarob qolsa nimaga o'zgartirildi? Alif. Agar peshob qolsa-chu, voga, zarob qolsa-chu, yaga. Hozir zarob qolsa nimaga o'zgartirildi? Alifqa nima bo'ldi? Qala oldi. Qolgan turni shu bo'yicha chiqib baqsaq bo'ladi. Qullarni bayatni be'nani chiqarganda chiqib baqsaq bo'ladi. Aslisi qavalna deb shundami? Qavalna voga keldi nima bo'ldi? Tashvattoq qavlna bo'ldi. Bu bilan lam har ikkisi nima sakin. Voni tashvattoq nima bo'ldi? Qalna bo'ldi. Tashlanib ketgan voni ifodalashunda qapning zavarini nimaga o'zgartirdik? Pashga. Chunki voning tabiati nima? Pash. Ana o'g'andan nima bo'ldi? Qulna. Qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultum. Qultu, qullarning hammasi shakli shunga o'xshash. Yaquluna aslisi nima? Yaqvulu. Bu harakat egri oldiqalan appalik nima bo'ldi? Yaqulu bo'ldi, xolos. Anakin mastar qavlun mastar. Anakin ism fa'il qailun bayatın degandek-a. Qailun qailani qailuna, qailatun qailatuna qailatun. Lam yaqul. Lam yaqul nima uchun ashta lam yaqul deb o'tirdik, o'chib ketdi. Baytni lam yabi deb tushib ketgandek o'xshash. Asli lam yaqvul.
Vona aytildiki nima gapadik? Qap-qapadik. Lam yaqul bo'ldi. Va bilan noma'ni kelisini nima? Sakin von tashattuq lam yaqul. Turlab baqsaq bo'ldi. Lam yaqul, lam yaqul, lam yaqulu, lam taqul, lam taqul, lam yaqul, lam taqul, lam taqul, lam taqulu, lam taquli, lam taqul, lam taqul, lam aqul, lam naqul. La yaqulu, yaqulu o'xshash. Qul bi bilan o'xshash. Ya'ni qul asli nima? O'qul. Voni fishakni qap-qapadik o'qul bo'ldi. Von tashattuq o'qul bo'ldimi? Hamzani tushirib hojat yo'q deb nima bo'ldi? Qul. Qul qula qulu, quli qula qulna. Shundaqmi? Liyaqul, liyaqul, liyaqula, liyaqulu, litaqul, litaqula, liyaqulna, liyaqul, linaqul. La taqul, la taqul, la taqula, la taqulu, la taquli, la taqula, la taqulna, la aqul, la yaqul, la yaqula, la yaqulu, la taquli, la taqul, la taqula, la yaqulna, la aqul, la naqul. Endi xafa ya xafu shu bo'yicha chiqarsa qurdi. Men boshdan birini ham chiqarib qo'yay hammaniki. Xafa ya xafu, xavfun masdar. Endi xifatan, xavfun har xil chiqadi. Xaifun ism fa'il nima chiqadi? Xaifun chiqadi. Ism maf'ul maxufun. Oyatnalqi mabi'un maqulunni biz nima qilgandek turligandek turib chiqarib baqsaq bo'ldi. Ism maxufun shundami? Lekin o'g'lining oldiki xay gapadik, o'n tashattuq qana oldi, maxufun bo'ldi xolos. Lam yaxab. Nima yaxab bo'lib ketdi? Asli yaxafuni oldiga lam kirgan shundami? Pa nima qildi? Sakin o'qilgandan keyin lam yaxaf alif musakin fa musakin alifni qanday qilyaptiq? Tashattuq lam yaxaf. La yaxafu xaf li yaxaf la taxaf. Mushu bo'yicha qog'inni o'zinglar turlab baqsanglar nim bo'lib xafa yaxafu chiqib turlab baqsanglar ishkisi o'xshib bo'ladi. Agar mushu uch turni sizlar normal tushunmaysanglar bugungi dars shuning bilan mazmuni ayiqlashgan bo'ldi degan gap. Darsga grammatik qism tushunishib bo'lgan bo'lsa, yangi so'zliklarga qaranglar. Al-kalimatul jadida kamilun suda'un mashghulun dhul qa'dati al-milh az-zayt al-jub ad-daqiq al-'adas al-baqqal baydatun baydun al-ghabatu al-qitar al-bukhar al-fakihani ma ba'zida al-fakihi deb keladi, fakihani emas, al-fakihi deb keladi. Al-ghada'u muntasaful layl haythu yanbaghi la yanbaghi. Ma'runda aslisi yanbaghi, ammo tavishda yanbaghi deb mimga o'xshab talaffuz qilinadi. Muntasaful layl haythu ينبغي لا ينبغي غلب يغلب كذب يكذب كامل طلق من الصفة صفة طلق صداع باش أغرق مشغول ألدرش ذو القعدة هنا ومبرنجاي الملح tuz الزيت ماي Şu üzümlükten çıkılgan yaydıgan may, ha? El-cub pişlaq. Yani qaymaq deb tushunsanlar bo'ldi. El-daqiq un. El-adas mash. El-baqqal saykökda satadigan odam, ha? Yani Uyg'ur tilida baqqal deyildi-ku. El-bayda tuxum. Baydun ko'pligi. El-g'aba o'rmonliq. El-qitar poyiz, al-bukhar is to take, anikin hor degan ma'noda. Al-fakihani ko'pincha fakihi deb keladi, ya'ni meva-chevar yuzadigan odam. Al-ghada atgalik tamoq. Muntasaful layl tenkicha yoki yarim kecha. Haysu adat ravish bo'lib vaqt o'rinni bildirgildi, ko'pincha o'rinni tushunildi, ya'ni chaqda, o'rinda, joyda degandek ma'nolarda. Yanbaghi lazim
kerak. La yanbaghi qilmaslik kerak, etmaslik kerak yoki hojatsiz. Asosliqi qilmaslik kerak deb men nima qildi-da asosliqi. Hojatsiz bek oz qiladi. G'alaba yaghlibu. G'alba qildi, g'alba qilyotdi. Kazaba yakzibu. Yolg'on so'zladi, yolg'on so'zlayotdi. Sözlükler tushunishib bo'lgan bo'lsa, tekstni bir o'qib, tarjima qilib, grammatikalarni tahlil qilib beray. الدرس السابع والعشرون. متى جئت من جدة يا خالد؟ جئت أمس. أجاء إبراهيم معك؟ لا، لم يجيء بعد. سيجيء اليوم أو غدا إن شاء الله. أزرت السفير؟ ذهبت إلى مكتبه ولم أجده. سمعت أنه لم يكن في جدة ذلك اليوم. يا عدنان، إنك غبت أسبوعين، فأين كنت؟ كنت في المستشفى، كنت مريضا جدا، والله لقد كدت أموت، والله ما عرفت ذلك. لم يقل لي أحد إنك مريض وإنك في المستشفى. كيف حالك الآن؟ لعلك الآن أحسن. الحمد لله أنا الآن أحسن، ولكنني لا أزال ضعيفا. شفاك الله شفاء كاملا. يا عثمان، إنك تغيب كثيرا. غبت يومين في هذا الأسبوع و3 أيام في الأسبوع الماضي. لا ينبغي لطالب أن يغيب كثيرا. لم أغب 3 أيام في الأسبوع الماضي كما قلت، إنما غبت يوما واحدا فقط. لا تكذب يا أخي، إنك غبت يوم السبت ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. أنا آسف يا أستاذ، لن أغيب في المستقبل إن شاء الله. قم يا آدم، أتنام في الفصل؟ أنا آسف يا أستاذ، غلبني النوم لأنني ما نمت البارحة. لما لم تنم؟ كان بي صداع شديد فلم أنم بسببه. يرن الجرس فيقوم المدرس. يا أستاذ، أنا أريد أن أزورك اليوم بعد صلاة العصر. زرني غدا فإني مشغول اليوم. Madarisni tushunishda asosliqi sizlar boyatdan so'zlagan fe'llarningki turli shakllarini avval yodlab o'zlashtirib bo'lgandan keyin tushunisizlar. Xolid, Jiddadan qachon kelding? Ji'tu ams, tunugun keldim. Aja Ibrohim ma'ak, Ibrohim sen bilan birga keldimi? Ana mushu abzasdagi jaa degan fe'lni ahvoli qarab boqil. Jaa asosan ba'ga o'xshaydi-ku. Jaa, ba'a. Undan keyin ji'tu. Turlab kelsak ja'u, ja'ata, ji'ta. Xuddi ba'a, ba'u, ba'ata, bi'na degandek. Lam yaji ba'du. Aja Ibrohim ma'ak, Ibrohim sen bilan birga keldimi? La, lam yaji ba'd. Yo'q, texi kelmadi. Xuddi lam yabi. Shunday-ku, lam yabi o'xshash nima? Lam yaji. Sayaji'u al-yawma ghadan aw ghadan inshaalloh. Bugun yoki ahad Alloh xolisi keladi. Azurta safir, elchini, ya'ni konsulni yo'qlab bordingmi? Azurta. Qaysidan chiqqan? Zara, yazuru. Xuddi qala, yaqulu o'xshash. Aqulta degandek o'xshash azurta. Zara, zaru, zarata, zurna. Zurtumdagi zurta shundami? Shu bo'yicha turib chiqasak bo'ldi. Zahabtu ila maktabihi wa lam ajidhu. Ishxonasiga bordim, uni topamadim. Ishxonasiga borib, uni topamadim. Lam ajid. Sami'tu annahu lam yakun fi Judda zaka al-yawm. Anglashimcha u shu kunisi Juddada yo'q ekan, Jiddada. Ya Adnan, innaka g'ibta usbu'ayn fa ayna kunt? Adnan, sen 2 hafta yo'qolib ketding. Nada bo'lding? G'ibta. G'aba yaghibu. Ba'a yabi'u o'xshash. Bi'ta chiqqandak nima? G'ibta. Shuningisidan turli olsak bo'ladi. Kuntu fil mustashfa. Doktorxonada edim. Kuntu maridan jiddan. Bek og'rib qoldim degani bek kasal bo'lib ketdim. Alloh bilan qasamki, o'lguga tos qoldim. Kittan amut, kittu. Bu nimadan chiqqan? Kada yakadudan chiqqan shundami? Wallahi ma araftu zalik. Alloh bilan qasam shuni bilmabdiman. Lam yaqul li ahad innaka maridun wa innaka fil mustashfa.
Sening kasal va doktorxonada ekanligingni hech kim menga demadi. Lam yaqul. Qala yaquludan chiqarilgan nima? Lam yaqul. Buni bayatni turildi. Kayfa haluka al'an? Hozir ahvoling qanday? La'allaka al'an ahsan. Hozir yaxshi xudayman. Alhamdulillah, ana al'an ahsan. Allohga shukr, hozir men yaxshi. Walakinnani la azalu da'ifan. Biroq men texicha ojiz. La azalu zala yazalu khafa yakhafunu misala. Har bir filni biz bayatın söylegan 3 filning biriga o'xshatib turib chuqum turlab chiqamsanglar bo'lmaydi. Shafakallohu shafaan kamilan. Alloh sizga to'liq shifolik bersin. Ya Osman, innaka taghibu kathira. Osman, sen ko'p qilyapsan. G'aba yaghibu, taghibu. Maktabdan qilyapsa, yo'qolib ketyapsa degan gap, ha? G'ibta yawman fi hadha al-usbu'. Xuddi bi'ta deganda g'ibta turlanishi. Bu haftada 2 kun yo'qolib ketdim. O'tgan haftada 3 kun yo'qolib ketdim. O'quvchining ko'p yo'qolib ketishi loyiq emas. Yoki o'quvchiga ko'p yo'qolib ketish loyiq emas. Ya'ni ayyaghiba andan qo'shilib masdar bo'lib yo'qolib ketish deb tarjima qilinadi. Yaghiba xuddi boyatanqi yabi'u o'xshash g'aba yaghibuning fil mudari'i. Lam aghib lam abi o'xshaydi, ha? Lam aghib 3 ayyam fil usbu' al-madi kama qult. Men siz degandek o'tgan haftada 3 kun yo'qolib ketmadim. İnnama g'ibtu yawman wahidan faqat. Faqat bir kunla yo'qolib ketdim. La taksib ya akhi. Qarindishim, yolg'on aytma. Innaka g'ibta yawma sabt va yawma thulatha va yawma al-arbi'a. Sen haftaning 3-kunisi. Ya'ni seshanba, chorshanba, shanba kunisi, avval shanba kunligina, shanba, seshanba, chorshanba kunisi yo'qolib ketdim. G'ibta. Asosan shu g'oyib filni bakroq turli o'ylanglar. Ana asif ya ustoz. Kechiring ustoz. Ya'ni afsus, kechiring, qizilman degandek ma'noda. G'alabani lan aghiba fil mustaqbal inshaalloh. Bundan keyin Alloh xolisa hargiz yo'qolib ketmayman. Almayadiki fil mustaqbal kelgusida bundan keyin degan ma'noda. Qum ya Adam. Adam o'rnini to. Qum. Qama yaqum bundan chiqqan xuddi qala yaqulu o'xshasha. Qul deganda qum. Atanamu fil fas sinib uxlayotsa, atanamu bayatdan xafa yaxafu o'xshash. Tanamu. Ikkinchi shaxs birlik qo. Ana asf ya ustoz, xijilma ustoz. G'alabanin nawm. Meni uyqu besib oldi. G'alaba degan gap g'alaba qildi, besib oldi degan ma'noda. Li'annani ma nimtul barihata. Chunki men tungun oqshom uxlamagan. Ma nimtu. Nomi yanamudan chiqqan. Ama nomininki ba'zi namtu, nimtu deb 2 xil chiqadi. Asosliqqa ko'pini nimtu chiqadi, ha? Lima lam tanam, nimish uxlamading? Xuddi lima lam tahab degandek-ku. Xafa yaxafudan chiqqan lam tahab o'xshash. Kana bi suda'un shadid. Mening qattiq beshim og'rib qolgan edi. Menda qattiq bosh og'riqlik bo'lgan edi degan gap, og'rib qolgan degan gap. Falam anam bi sababi, shunlashqa shu sabablik uxlamadim. Yarinul jaras fa yaqumul mudarris. Qo'ng'iroq chilinib, o'qituvchi o'rnidan turdi. Ya ustaz, ana uridu an azuraka al-yawm ba'da salat al-asr. Zurni gadan fa inni mashghul al-yawm. Ustaz, men bugun sizni yo'qlamoqchi edim. Asr namozidan keyin sizni yo'qlamoqchi edim. Meni at yo'qla. Chunki men bugun aldirash. Meniki fa inni deki fa chunki degan ma'noda. Ma filmi zara yazuru. Nima o'xshaydi? Qala yaqulu o'xshaydi. Demak, bugungi darsdagi umum fillarni o'sha 3 turli filga moslashtirib turib shuni o'ylanglar. Dialogning mazmun tushunishga olgan bo'lsa, mashq kelaylik. Birinchi mashq. Tuandagi savollarga javob bering. Endi o'xshash biz dialogni o'zlashtirib bo'lgandan keyin javob beramiz. Ikkinchi savol. Tuandagilar mu'tallul ayn, ya'ni ajvab fillarningki misollari. Qala yaqulu, birinchisi fa'ala yaf'ulu babdan. Qala yaqulu, kana yakunu, zara yazuru, qama yaqumu oxirgacha. Ba ikkinchisi fa'ala yaf'ilu babdan. Ja'a yaji'u, ba'a yabi'u, sara yasiru oxirgacha. Jim. Uchinchisi fa'ala yaf'alu babdan. Nama yanamu, khafa yakhafu, kada yakadu degandeklar. Üçüncü mashq tuanliklarni o'yinib baqing. Asosliqi filning turilishini bizga eskartmoqchi. Masalan, qala, qalat, qalu, qulna, qultum, qulta degandeklarni. Biz bayat turlab chiqdik shundaqo. To'rtinchisi qama, zara, kana degan fillarni yuqoridagi misollarga keltirgandek zimirlarga isnot qilinadigan turlab chiqing demoqchi. Biz bayat turlab chiqib bo'ldik. Shu asos turlisak bo'ladi. Masalan, qama, qamu, qamu, qamat, qamata, qumna, qumtu, qumtuma, qumtum degandekchi.
Başına ahir türlep çıksanlar buludu. Beşinci tüendeki cümlelerini oku. Zurnal mudarrisil jadid el bariha. Mesela biz tünügün ket yeni okutusunu yok olduk. Şu orun pildeki maksat cümlelerin işideki bizge münasebetlik bo'lgan ajoyib pillarninki qaysi shakldagi pil? Qaysi pildan chiqarilganligini bilsak ham bo'ldi ya. Masalan, zurnadagi zurna qaysi pildan chiqarilgan? Zara yazurudan chiqarilgan birinchi shaxs ko'plik. 6-mashiq tuanidan o'ylanib bakın. Ya'ni pil mudori'ninki qanday qilinishi, turilish ahvoli. Masalan, qal yaqulun turlabdi-ku, yaqulu yaqulan yaquluna taqulu taqulan yaqulu deb oyatni turlab bo'lgan. 7-si yaqumu bilan yatufuni yuqoridagidek turlab chiqiring deydi. Ya'ni zimrlarga isnot qiling degan gap, kishilik almashlar bilan birlashib turlab chiqing degan gap. Biz buni darsning 5-dan turlab chiqqan, shuni o'xshatib turlab chiqsanglar bo'ladi. 8-si tuandagi jumlani o'qing. O'xshashlar jumlaning tarkibidagi fe'l mudori'larning kelish manbasini, nerdan chiqarilgan, qaysi almashqa vakillik qildi shuni bilsangiz. Masalan, ana aduruka va anta la tazunni. Men sizni yo'qlayman, siz meni yo'qlamaysiz deganda azuruk nerdan chiqarilgan? Zara yazurudan chiqarilgan birinchi shaxs birlik. Shundami? La tazuruni fe'l nafininki ikkinchi shaxs aralik birlik. Shundaqo? Mush buni tushunsak bo'ldi. 9-chi tuanidan o'ylanib bakın. O'ylanib bakın degan lam kelgandan keyin oxiri sakuniga bir harf chiqib ketdi-ku, shundaqo. Chunki asli masalan yaqulu desa vo sakin. Lam kelgandan keyin lamdan bo'ldi, sakin bo'ldi. Lammi sakin, vomi sakin bo'lsa, chuqum qaysi ketish kerak? Vo tushib ketish kerak, shunga vo tushib ketgan. Buni o'qib tushensanglar bo'ladi. 10-mashiq tuanikilarga lam kirgizing deydi. Masalan yakunu, yaqumu, yabul degandek albatta hammasining ustiga lam kirgan. Hamallam bu qanday bildi? Tushib ketdi. 11-mashiq tuandagi savollarga lamni ishlatib inkor bilan javob bering. Masalan, "Hali mudirni yo'qligingizmi?" desa, "Yo'qlamadim" deb javob berishingiz kerak. Buni deyish uchun chuqum biz zara yazuru degan filninki lam kelgan shakli. Yazuruning oldiga lam qo'ysak, lam yazur bo'ladi. Ashning birinchi shaxs almishi nima? Men degani lam azur shundami? Lam azur ba'd. Texi qanaqmidim, yo'qlimidim degan o'xshash javob bersak bo'ldi. Qolganlari nima? Shu bo'yicha ishlasak bo'ladi. 12-si tuandikidan o'ylab bakın. Taquludan qulni chiqarishda o'tirdiki vomi ikki sakin birga kelib qolganligi uchun lam qanaq ketib tushib ketdi-ku. Hayır. Ham tuandagi billardan buyruq bil chiqaring deydi. Iniqki oxirini shuna sakin o'qalamallam oldidagi sakin o'qilgan o qanaq ketdi tushib ketdi. Masalan, samayasumu sun, qama yaqumu qum, kana yakunu kun, zara yazuru zur deganga o'xshash. Qolganlarini shu bo'yicha chiqarsak bo'ladi. 14-mashiq tuandikilarni o'qing. Hen tuandagi jumlalarni o'qib, shuning tarkibidagi buyruq billarni chiqarsanglar bo'ladi. Zurni g'adan ya Mahmud. Mahmud meni at yo'qla. Zurni zara yazurudan chiqqan nima? Buyruq bil. Shu bo'yicha qolgan tahlil qilsanglar bo'ladi. 15-mashiq tuandikilarni o'ylab baqing. La taqul. La taqul pili nahiygo. Nahiymi o'xshashlar jihatga o'xshash oldiga lam kelsa sakin o'qildi jihatning. Shuni o'xshashlar la pili nahiymi avtomatik keyin sakin o'qildi shundaqo. Keyin sakin o'qigan lam oxir qarabning oldidagi sakin o'qigan vo qanday ketdi tushib ketdi. Masalan, taquludiki vo lamni sakin o'qigan lamni tushib ketdi-ku. Xolos. 16-mashiq tuandagi pillarga nahining lazini kirgizing. La tazuruga, la taqumu, la tasumu deganlarni nahiy o'zgarsak iniqki o'chib ketdi shundami? La tazur, la taqum, la tasum degandek. 17-ci tuandikilarni o'qing. Tuandagi jumlalarni o'qib, tarkibidagi nahiylarni tushunsak. Masalan, la taqul asli qara yaqulu shundaqo. La tatuf asli tafa yatufu. La tazurni fil masa asli zara yazuru. Endi mushakagacha bizga berilgan misollardagi barliq shakllar fa'ala yaf'ulu babida berilgan misollar bor. Endi hozirdan boshlab fa'ala yaf'ilu babining misollarini yuqoriga kirib o'tamiz. 18-mashiq tuandikilarni o'ylanib baqing deydi. Ya'ni ba'a yabiuni turlang demakchi. Turlab baqsaq biz bayatni turlagandek darasan oldida shundami? Ba'a ba'u deb turlisak bo'ladi. 19-ci ja'a bilan sarani yuqoridagidek dimirg'i isnot qiling degani kishilik almashqa o'ylab turib qanaqa qiling turlang. Ja'a ja'u ja'a ja'ata ji'na ji'ta ji'tuma ji'tum ji'ti ji'tuma ji'tuna ji'tu ji'na. Sarani yuqoriga o'xshash turlisang chiqarsanglar bo'ladi. 20-ci tuandagi jumlani o'qib baqing. Endi jumladagi
ba'a yabi'uga o'xshash pilla kelib qolsa, shularning turlarini, ya'ni kishilik almashlarga bog'langan holatlari, ya'ni turlangan holatlarga diqqat qiling. Masalan, xabaza miliyoman, ana g'ib diyoman. Savoqdishi bir kun yo'qolib ketdi, men 2 kun yo'qolib ketdim, shunami? Birinchisi g'aba ba'aga tushdi, g'ibtu nimaga tushdi? Bituga, ya'ni birinchi shaxs erlik birlik. 21-chi mashiq tuyandiklarini o'ylab baqing, ya'ni ba'aniki fil madi mudori shaklida turlan shundaqo. Yabi'u yabi'an yabi'una tabi'u tabi'an yabi'na tabi'u tabi'an tabi'una tabi'ina tabi'ana tabi'na abi'u nabi'u. 22-chi mashiq yasirula ya'ishuni yuqoridagi misaldagidek zimirlarga bog'lang degani turlab chiqing demakchi. Albatta, bu biz buni qila olamiz shundaqo. Shunda qilishinglar kerak ham. 23-chi mashiq tuyandiklarini o'qing. Tuyandagi jumlalardagi yabi'uga o'xshash fe'l mudori shakllarini bayqab chiqing. Masalan, birinchisida yabi'ul baqqal as-sukr wal milha wal zayt wal bayda wal zubda wal jubna wal daqiq wal adasa wa ma ila zalik. Baqqal shikar, tuz, may, tuxum, qaymoq, pishloq, un, mash va shuningga o'xshash narsalarni sotadi desak, shuni yabi'u. Ba'aning mudori shakli nima? Yabi'u. Qolganlarini shu kun tushunsak bo'ladi. 24-si tuyandagilarni o'ylab baqing. Ya'ni oldiga lam kelsa oxirdagi sakin o'qilgan kasallar ham qanday qilib tushib ketdi. Chunki oxirdagi bir harf sakin o'qilganda ichki sakin harf bir yerga kelib qaz bo'lmaydi emasmi? Shundaqo yabi'udagi yam sakin oldiga lamdan kelib aynni sakin qilsak yabi' yam sakin aynni sakin yani chuqum qanday qilib ketish kerak? Tushib ketish kerak. Buyruq bildimi shu? Bi'. Nahidimi shu? La tabi'. Shundaqo fe'l jahat nahi buyruq bil. Har uchulisida oxirining oldidagi sakin o'qilgan kasallar harflar qanday qilib ketdi? Tushib ketdi. 25-chi mashiq tuyandagilarni o'qing. Ya'ni tuyandagi jumlalardagi lam kelgan oldiga, lamma kelgan, lamma lam bilan o'xshashqo, nahining las kelgan. Undan keyin buyruq bil kelgan shakllardagi fillarninki turmush ahvoliga diqqat qiling. Masalan, birinchisini o'qib baqsak, aynal model lamma yaji. Mutriqini tahkamida shundami? Lamma asli yaji yavog'u lammani kilisa bilan yaqinlab ketdi, tushib ketdi. Xolos. Tuyandiklarni o'ylab baqing. Endi mushaydan tortib qaysi bob fa'ala yaf'alu babidagi ajob fillarning misolini bo'latadi. Bizga bergani namaning turmush ahvolini o'ylab baqing deb nama namu, namat namata nimna nimta nimtuma nimtum nimti nimtuma nimtuna nimtu nimna. Xaf bilan kadini yuqoridagi misaldagidek dimirlarga bog'lab chiqing, ya'ni turlab chiqing deyotdi. Turlab baqsaq bo'ladi. Xafa xabayat biz darsning 5 yildan xafin turlagan-ku, kadini o'zinglar turlab baqsanglar bo'ladi. 28-chi mashiq tuyandagilarni o'qing deyotdi. Ya'ni tuyandagi jumlalarni o'qib, filning qaysi shaklda turlanganligini, shu xafa yaxafu fa'ala yaf'alu babidagi xafa yaxafu o'xshash fillarning shaklini diqqat qilsanglar bo'ladi. Masalan, birinchisida nama xif saat lashra ana nimtu ba'dahu biqalil. Qarindishim soat 10da uxildi, men undan keyin uningdan azroq keyin uxildim dedi. Shundami? Nama. Andagi ma'no nima? Nimtu. Bayat biz buni turlab qo'ygan-ku, nima? Xafa xiftu. Shunga o'xshash. 29-si nama yanamuningki yanamu fil mudori shakli. Shundami? Bayat turligan. Yanamu yanaman yanamuna tanamu tanaman yanamna. Tanamu tanaman tanamuna tanamina tanaman tanamna. Anamu nanamu. Mush bu tushunsak bo'ladi. Undan keyin yaxafu bilan yashaunimi shunga o'xshash turlab chiqing deydi. Biz bayatni yaxafun turligan-ku. Yashauni o'zinglar turlisanglar bo'ldi. 31-si tuyandagi jumlalarni o'qib baqing. Ya'ni yanamuga o'xshash fillarniki turilish ahvoliga diqqat qiling. Masalan, birinchisida axis sag'ir yanamu babakarat. Ana anamu ba'da muntasifil layl. Kichik ukam baldur uxlaydi yanamu. Shundaqo. Ammo men bo'lsam, tankijidan keyin uxlayman anamu. Ben yaxafun turligandaklam shundaqmi? Yanamu yanaman yanamuni tanamu tanaman yanamna. Tanamu tanaman tanamuna tanamina tanamana tanamna. Anamu yanamu anamu. 32-chi mashiq tuyanliklarni o'ylab baqing degani, bayatdan biz o'rgangandek oldiga lam kelib qolsa yoki lamma kelib qolsa yoki nahining las kelib qolsa yoki buyruq billarda oxirini sakin o'qish to'g'ri keladi. Shundami? Shu vaqtda oxirining oldidagi sakinlik kasal harf qanaq ketadi, tushib ketadi.
Masalan, yanamını oldiga lamni qo'ysak, lam yanam. La tanam. Buyruq bilan chiqsa nima? Nam. Shunga o'xshash. 33-mashq tönliklarni o'qib baqang. Masalan, töndagi misollarda siz bayatni degandek oxirisi sakun o'qilib, sakun o'qilgan kesallardan chiqib ketgan misoli bormi desa, birinchi misol ma zumalai va lam anam. Savoqdoshlarim uxladi, men qanaqim uxlamadim. Asli lam anamu shundami? Mimni sakun o'qilgandan keyin alif qanaq ketdi, tushib ketdi. To'yib. Töndeki sözlerini okun ve ahirdeki harfini kaide sözleşte yazıldı. Ahirine qanday o'qiymiz diqqat qilmasdan. Qul, bi, zur, zuq, haf, kun, nam, sun, sir, kun. Yani bularning 5'ini bir qarab, pesh, bir qarab zir o'qidik shundaymi? Ne qarab shunday o'qiymiz desa, bablarga qarab. Fa'ala yaf'ulu qasa pesh o'qiladi shundayqo. Fa'ala yaf'alu yoki fa'ala yaf'ilu qasa nima o'qiladi? Fa'ala yaf'ilu qasa zir, fa'ala yaf'alu qasa zig'ar. Mushuni diqqat qilsak, xatalashmaymiz. Xalas, darsimiz oxirlashdi.